Shoshilinch xabar. Dollar yig'ib qo'yganlarga ajoyib yangilik. Ertaga 29-iyundan boshlab O'zbekistonda dollar kursi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-iyun kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 0.76 so'mga ko'tarilib, 161.18 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 59.17 so'mga oshib, 14.817 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 67.72 so'mga ko'tarilib, 12.654.13 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.